Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana sanatoriyga kelganmiz. Bu yerda asalli bochkalarda davolanadigan joy ekan. Endi ko'rishlaringizcha bunaqangi asalli bochkalarda davolanib, odamlar hatto bo'g'im og'riqliklari, kasalliklarga davo topib ketishar ekan. Endi bitta narsa, shu mana shu patoloy shuni husnini buzib turgan joy ekan. Endi mana shu yerga biz chiroyli qilib bitta natijno patoloyni tortib beramiz. Undan keyin odamlar mazza qilib damni olib, osmonga qarab tomosha qilib, chiroyli patoloylarni ko'rib damni olib ketishadi bu yerga kelganda. Bitgan holatini yana bir bor sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ishchilarimiz ishda qizg'in davom etmoqda.